Nemis tilida hammasini tushunasiz, lekin gapirishga kelganda qiynalasiz. Ko'pchilik nemis tilini o'rganayotganda grammatika va so'z yodlashga ko'p vaqt ajratadi, lekin gapirishni muntazam mashq qilmaydi. Shuning uchun men tushunaman, lekin gapira olmayapman degan muammo paydo bo'ladi. Buni yaxshilashning eng samarali usullaridan biri bu tandem suhbatlar. Tandem orqali siz dunyoning turli davlatlaridan do'stlar topishingiz va o'zingizga mos darajadagi insonlar bilan onlayn tarzda nemis tilida suhbat qilishingiz mumkin. Muntazam gapirish esa sizning nutq ko'nikmalaringizni ancha tez rivojlantiradi. Unutmang, Sprechenni faqat Sprechen qilib rivojlantira olasiz. Agar men tavsiya qiladigan tandem guruhlar havolasini olishni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Balki sizning kelajakdagi eng yaxshi nemis tilidagi suhbatdoshingiz aynan shu yerda bo'ladi.